biznesingizda klient ko'p bo'lishini xohlasangiz, mijozlar, unda reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'p tadbirkorlar shu yerda xato qilishadi. O'ylashadiki, meni mahsulotim zo'r, mijozlar o'zi topib oladi. Nima bo'lsa ham bu zo'r narsa, buni olmasa bo'lmaydi deb. Yo'q, bunaqa ishlamaydi. Siz agar zo'r narsa bo'ladigan bo'lsa, odamlarga aytishingiz kerakki, menda shu narsa bor deb reklama qilish kerak. Har doim reklama qilishingiz kerak bo'ladi. Reklama qilganingizdan keyin mijozlar ko'p bo'ladi. Endi ba'zida ba'zi tadbirkorlar qanaqa xato qiladi. Misolda unda 200 ta kitob bor, lekin reklama shunaqa qiladiki, ko'p pul sarflaydi, 400 ta mijoz keladi sotib olish uchun, lekin unda 200 ta mahsulot bor. 200 ta qo'shimcha mijozlarni chaqirgani sababli ko'p pul sarflaydi. Bu birinchi xato. Ikkinchi xato, mijozlarni hammasiga reklama qiladi. Doktorga ham, biznesmenga ham, ho'kizga. O'sha sababli u aniq bilib olish kerak, qaysi mijoz uchun siz reklama qilyapsiz. Agar masalan bu kitob aynan o'quvchilar uchun bo'ladigan bo'lsa, faqat o'quvchilarga reklama qilish kerak bo'ladi. O'sha orqali siz yana pulingizni ko'p tejaysiz. Shu xatolarni qilmaslik kerak, mijozlarni ko'paytirish uchun va pullarni behuda sarf qilmaslik uchun.